Hurmatli doktorlar, assalomu alaykum. Hammalaringizga xayrli kun. Shu video bilan biz kichkina video rolik olib, barchalaringizga 3D haqida bu yangicha format tushuncha berishni boshlaymiz. Qaranglar, bizda registratsiya qilingandan keyin ana shunday tablo ochiladi. Bu yerda bor birinchisi KT, ikkinchisi panorama va uchinchisi TRG, sefalografiya. Ana shu 3 xil funksiyamiz bor. Endi eng ko'p ishlatadiganimiz bu KT, zaxvat bosiladi. Hozir menda apparat o'chirilgan, shu uchun shunday yo'l chiqyapti. Xo'sh, jinslari tanlanadi, ko'rsatiladi. Chastotasi bola yoshiga, jinsiga qarab farq qilib boradi. Qo'lingizga berilgan qog'ozda biz faqat razmerlarni ko'rsatganmiz. Razmerlarni tushuntirish uchun bu yerda ana shu videorolikda olyapmiz. 15 ga 9 bu asosiy apparatning o'zini ko'rsatgan razmeri. 15 ga 9 razmerda stomatologlar uchun pastki va yuqorgi jog' tish qatorlarini ana shu ko'rinishda ko'rsatadi. Lekin bu olingan snimkada bo'g'im chiqmay qoladi. Buni aytib qo'yishimiz kerak. Bo'g'im holati kerak bo'lsa, ikkinchisini so'ranglar. Lekin bu yerda iyag yo'qoladi. Bu tasvirda ko'pincha lor vrachlarimiz Gaymer bo'shlig'ini tekshirish uchun ishlatsalar bo'ladi. Uchinchi ko'rinishimiz bu sinuslar uchun. To'liq peshona sinuslari, bo'g'im, burun, Gaymer bo'shlig'i barchasi ko'rinadi. Sagittal, transversal, gorizontal ko'rinishda hammasi bor. Endi bir boshdan tushuntiraman. 5 ga 5 razmerimiz eng kichkina, eng tiniq, eng sifatli razmer, lekin ko'rish maydoni cheklangan. Bunda qanday? Oldingi guruh sohalarimiz mana yuqorgi jog' uchun o'ng tarafimiz, chap tarafimiz. Ana endi malyarlar. O'ng taraf malyarlar, chap taraf malyarlar yuqorgi jog'da. Xuddi shu ko'rinish pastki jog'da. Pastki jog' frontal tishlar, chap taraf, o'ng taraf. O'ng taraf malyarlar, chap taraf malyarlar. Ana shunday ko'rinishda olinadi. Bu 5 ga 5 razmer edi. Ikkinchisi 8 ga 9 razmerimiz nisbatan yirikroq bo'lgan holatda retension tishlarni olishda, implantatsiyada foydalanishlaringiz mumkin. Ortiqcha poliya kerak emas, sizga kerakli joyda aniqroq, tiniqroq tasvirda ana shunday 3 xil o'lchamda olib berishimiz mumkin. Bu holat o'ng tomon, bu holatimizda chap tomon, ana bu holatimizda faqat oldingi guruhdan ko'rinishi. Ana endi 10 ga 9 razmer bu sustav uchun. O'ng tomon chakka pastki jag' bo'g'imi ko'rinishi, chap tomon chakka pastki jag' bo'g'imi va bu holatda har ikki tomonda olib bera olamiz. Buni bitta minus tarafti bemor bir xil положениyaga qo'yib o'ng tomonda olganimizdan keyin o'z joyidan chiqarib yana qaytadan joylashtirishga majburmiz, chunki ikkinchi marta gantri aylangan holatida bemor aynan o'sha положениyaga to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Shuning uchun ozgina farq bilan chiqib qolyapti bu snimkalar. Yoki biz adashayotgan bo'lishimiz mumkin. 12 ga 9 bunda ham 3 xil ko'rinish. Mana sinuslar, Gaymer uchun va alveolar rusug'i uchun, tishlarimiz uchun. 15 ga 9 men tushuntirdim. Eng ko'p olayotgan razmerimiz 15 ga 15. 15 ga 15 ko'rinishda nisbatan xiralashishi mumkin kачество, lekin talshinasi bilan to'g'rilashda imkoni bor. Bunda to'liq tish qatorlari, sinuslar, Gaymer bo'shliqlarimiz, chakka pastki jag' bo'g'imimiz, chakka pastki jag' bo'g'imini bir vaqtda ikki tomondan baravar solishtirish imkoniyati mavjud. Bu yerda qo'shimcha funksiya qo'shilgan MAR. Agar bemorda avval implant qo'yilgan bo'lsa yoki og'zida metal koronkalari bo'lsa, MAR funksiyasini biz yoqib qo'yamiz. Yoki bo'ynida sipochkasi bor, qulog'ida zire bor. Metal bilan bog'liq holatda olingan snimkada o'sha metal sochilib ketmaydi. Bilasizlar, rengenga metal aralashsa, oqarishib, o'sha yerda xiralashib qolishi mumkin. Olish bo'yicha, KT bo'yicha hozircha shular edi.